رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Qardaşlar bizning bugungi suhbatimiz İslamning buyuk asoslarining birisi asoslar emas İslamning butuni desak bo'ladi. İslamdagi mu'minga qo'yilgan eng cho'ng va muhim bo'lgan talablarning birisi güzel ahlaklarının birisi ihlas. Yani her qanday ishni Allah subhanahu wa ta'alaga xolis qilish. Dinimizning ko'rsatgan prinsipi bo'yicha aytgan vaqtida mu'min qilgan har qanday ish Allah subhanahu wa ta'ala tarafidan ikki shart asosida qabul qilinadi. Birisi bu ish Allah'ның rızalығы uchun xolis bo'lishi kerak. Bu birisi. İkincisi ta'limatga uygun, qoidaga uygun şekilde elib berilishi kerak. Dal bizning bugungi asosliq sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan suhbat temamiz amalning qabul bo'lishining asosiy shartlaridan bo'lgan, ya'ni ixlos haqida bo'ladi. Bizning bugungi suhbatimizningki asosliq shuari Sura Zumar'ninki 11-oyatidagi Allah subhanahu wa ta'ala o'zining payg'ambariga xitob qilib, payg'ambarini buyurgan bir oyat va oyati davomida Allah subhanahu wa ta'ala Estaizu billah qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddin. Mana bu buyruqqa Allah subhanahu wa ta'alaninki bugungi bizning asosliq suhbatimizdagi shuarida Ayette Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның hayatının karakterini belgilep Allah subhanahu wa ta'ala hayat ibadet bilen buruduğallık. Yani ibadetinin okumunu tarmanda düşünülen şekilde emez. Kengirmen çöngen vaxtki ibadet bilen ududuğallık. Bu ibadetinin mu çokum Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılık için ihlas bilen bulduğallıkını Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Allah ile buyuruş Resulullah'a şunu ko'rsatma berish orqali bizlarga xitob qilyapti Allah subhanahu va taolo. Ya'ni insondan talab qilingan narsa hayotda ibodat. Bu ibodatningki ikki xil ko'rinishi bor. Birisi insonning amaliy ish harakatida ko'rinadigan ko'rinishi. Bu oyatdagi a'budalloha degan ifodadan chiqadi. Yana birisi mushunga munosabatlik qalb hareketi. Yani qalbdiki bizning mush qilayotgan ishimizdan ko'zlagan nishonimiz, mush qilayotgan ishlarimizni qaratgan taraf, ya'ni mundaq aytgan vaqtda ixlosimiz. Ikki nuqta oyatdan bizga ifodalanadi. Endi bu yerda gapimda insonning butun hayoti ibodat dedim. Bu haqda ozroq tushuntirish berishga to'g'ri keladi. Ibodat asli ma'nosini Çengen vaqtimizda bunda ikki uqumni o'ziga olgan bo'ladi. Birisi ixtiyoriy shaklda bo'ysunish. Yana birisi muhabbat asosidagi bo'ysunish. Ikki ish. Cho'qim qalbimizni Allohni suyib turib bo'ysungan bo'lsak, bu ibodat bo'ladi. Agar ikki shartning birisi kamib ketgan vaqtda, ya'ni biz bo'ysundik, taslimiyat oldik, ama kalbimizde rahat emas, ibadet emas. Söydük, vay Allah'a nispeten muhabbetimiz tağdak büyük dep mübalağ ibarelerini işletip ifadelerimizini ama prensipiga uymadık, prensipini hayatımızda tatbiqlamadık, bu ibadet emas. Yani ibadet ikki xil ma'noni o'ziga olgan bir holat. Yani birisi ko'rsatmaga bo'ysunish, yani birisi bu bo'ysunish Çoğum sevgi asasıda, yaxshi ko'rash asosida, muhabbat asosida bo'lish. Agar ikkisining birisi yo'qolib ketib qolsa, bu yerda ibodat bo'lmaydi. Endi birisiga
qalbimizdan suyab turib, vujudimizdan chiqarib turib itoat qilishning asosi kesin bo'lgan, jazm bo'lgan ma'rifat. Ya'ni biz tunishimiz kerak, bilishimiz kerak. Endi mush taraflar o'rtaqlashib insonning hayoti shu bo'yicha kechsa, insonning hayoti shu bo'yicha programmalansa, yoki bir uslubga kirsa, bu inson abadiylik, dunyodan boshqa, dunyoda bunga saodat, baxt, saodat beriladi, abadiylik saodatga shu vaqtda erishdi. Chunki biz davomli darslarimizda deb kelyapmiz, inson hayotdagi eng murakkab maxluq. İnsanın yaratılışı malaikaga o'xshamaydi. Odatdagi hayvonlarga texo o'xshamaydi. İnsandan boshqa har qanday maxluq tug'ilishidan bir vazifa uchun, yaratilishdan bir vazifaga uchun yaratilgan. Uning vujudida shu vazifaning imkoniyatlari, shu vazifaning iqtidorlari, shu vazifaning programmalari qachilinib tug'iladi. Masalan, tug'ilishdan buni qarab baqsak bo'ladi. Ammo inson üzgü qo'yitilgan bir maxluq. Yani oppoq qog'ozga o'xshash, hech qanday bir tilsiz, hatto dunyoda nurg'un tildagi insonlar va hech qanday tilsiz, ideyasiz, fikrsiz, dinsiz, hatto bu shaklda tug'iladi. Kallasida hech qanday ma'lumot bo'lmaydi. Inson o'zining yashagan muhitiga ko'ra o'zini o'zi yetildiradi. Insonda boshqa maxluqqa o'xshash muqim programma bo'lmaydi. Insonning aqli asli xarakteridan boshqa insonni u yoq bu yoqqa tortib turadigan havaslar bo'ladi, qiziqishlar bo'ladi, ojizliklar bo'ladi. Mana bularning hammasi bizni bir nuqtaga boshlab boradi. U bo'lsa-mu, inson agar o'zini o'zi idora qilaman desa, insonning o'ziga qo'yitilsa, cho'qim chataq chiqadi. Bu murakkab maxluqningki hayotdagi umumiy ahvolining yaxshi bo'lishi, hayot yasham uslubininki o'zining yaratilish shakliga muvofiqlash uchun buni yasagan, buni yaratgan zotning ishlatish qo'llanmasi insonga berilishi kerak. Bu qo'llanma bu bizning dinimizdan iborat. Endi insonning shu hayoti ibodat ichida o'tadi. Bütün insanların hayatı, ibadet deganimizni tekrar eskartib qo'yay. Nuqul bizning kalımızga kirib olgan, ma'lum cheklik doiradagi ibadet tushunchasiga kirib olgan doira emas. İnsanning har holatining o'zi bir ibadet, amaliy harakatning ifodasining hammasi nima? Ibadet. Bu ibadet cho'qim muxlisan lahu din bo'lishi kerakki, ibodatni ko'tarib turadigan eng muhim asosdan birisi ixlos. Bu del bizning bugungi darsimizdagi asosiy mazmun shu. Biz bu oyatdan o'qigan oyatda nima deydi? A'budalloha muxlisan lahuddin. Men hayotda Allohga itoat qilib yashayman deyapti. Deb bo'lib, mush oyatdagi Allohga itoat qilib yashagan ifodalarim, qilayotgan ish harakatlarimning hammasining asosi Allohning rizoligi. Muxlisan lahuddin. Ondan başqa Sura Namlning 19-oyatida Alloh subhanahu va taolo ixlosni bizga ishorat qilib da'vatidi va an a'mala solihan tarada. Hayotda nima ish qilsak, Allohga itoat qildik degan da'vo bilan qilgan har bir ishimiz Alloh subhanahu va taoloning rizoligini qana qilish kerak, ko'tash kerak. Unda bo'lsa, gapimizni yuqorqi mazmun qarta xulosalag'an vaqtimizda insonning hayotdagi har qanday yaxshi ishi, har qanday yaxshi ishi cho'qim deganimizdek ikki xil shartni hozirlamag'inida qabul qilinmaydi. Buning birisi bu ish Allohning rizoligi ko'zlangan shakldagi xolis bo'lish kerak. Yana birisi ta'limotlarga uyg'un bir shaklda bo'lish kerak. Yani biz qilayotgan har ishningki ikki tarafi bo'ladi. Birisi ko'ringan shakli tarafi, bu sunnatga uyg'un bo'lish kerak. Rasululloh bizga hayotida ko'rsatgan tartib bo'yicha bo'lish kerak. Bu bir shart. Yana birisi qalbiy tarafi, sirtqi tarafi o shaklda bo'lsa, qalbiy tarafi Allohning roziligini ko'zlagan shaklda xolis bo'lish kerak. Agar aks taqdirda ikki shartning birisi yo'qolgandan keyin bizning qilayotgan ishimiz Allohning oldida qabul qilinmaydi. Endi ibodatlarningki insonning hayoti shu bo'ldi-ku, insonning butun hayoti shu. Ibodat ma'al ixlos. Ibodat bilan
ixlos bilan bo'lgan ibodat insonning butun hayotini o'z ichiga oladi. Mushuning ixlos bilan bo'lgan va bo'lmaganligini qaysi nuqtalarda ko'rib olaymiz? Bir odamning sharikatininki ixlos bilan bo'lib bo'lmaganligi qaysi taraflarda aks etadi desa, buningga xulosalab bir og'iz gap qilsak, insonning ishi yolg'iz holati bilan boshqa insonlarning qishidagi holatda o'xshash bir holatni saqlasa, biz bu ishga ixlos bilan qilingan ishda baho qo'ysak bo'laveradi. Tabiiyki, insonlar bilan birga yashash jarayonimizda har bir odamning jamiyatda ma'lum darajada o'rni bo'ladi. Bunga qarab, balkim sirtlarda nomahramlarga qaramaslik mumkin. Masalan, nayt taqvo sifat turishi mumkin. Ammo derizlarni qarab, qarshi tarafdagi favqulodda ko'zga ko'rinib qolgan nomahramlar bo'lib qolsa, atrofda uni ko'radigan hech kim yo'q. Uyda o'zi yolg'iz. Faqat qarshi tarafdan bu ahvisi qiziqishi qara deydigan bir qarashga tegishli bo'lmagan bir ahvol ko'rinib qoldi. Mushu vaqtning o'zida boshqalar bilan billa, so'rinda, yo'lda, boshqalarning ko'z oldida nomahramdan yig'aligan ko'zni o'zi yolg'iz vaqtda nomahramdan yig'alasa, mana bu kishininki qilayotgan ishining hammasi a'budalloha muxlisan lahuddin bo'ladi. Chunki bu insonning qalbida Allohga nisbatan eng to'g'ri tunish bo'lsa, biz dedik ya, ibodatning tubki asosi Alloh qo'ygan jazm shaklidagi tunish deb. Haqiqiy tunish bo'lsa, shuni biladiki, Allohga hech qanday maxfiy qolmaydi. Allah qop-qorong'i kechidagi qora toshning ustidagi qora chumilining harakatini Alloh subhanahu va taolo bilalaydi. Alloh ko'zning har bir nimani ko'rganligini, qalbning nima o'ylayotganligini hammani biladi. Demak, amaliy misollar bilan aytsak, ibodat degan nima desa, bizning nomahramlarning ko'zini ko'zimizni yiqqinimiz, amaliy ish harakatlarni, yaxshi ishlarni o'rtaga olib chiqqanimiz, anlamaslikqa tegishlik narsani anglamaganimiz, biz chiqqan gunohni davomlashtirmasligimiz, masalan, bu. Yani ibodat degan hayotda ya qilish, ya tashlash. Qilishga tegishli ishlarni qilish, qilmaslikqa tegishli, tashlashga tegishli ishlarni tashlash. Mana bu amal ibodat. Ham buningga shunda Allohning rizoligi bilan qo'shilgandan keyin ondan keyin bayatni o'qigan oyatdagi a'budalloha muxlisan lahuddin bo'lib Allohning nazarida maqbul amalga qana qiladi, aylanadi. İnson ba'zida tirishib o'qib natijani keltirishi mumkin, ammo qalbida, ko'nglida boshqalar meni olim desin deydigan bir niyat bo'lib qolsa, jihadlarda, jang maydonlarida qattiq bahodirlik ko'rsatishi mumkin, lekin boshqalar meni qahramon botir desin degan niyat bo'lib qolganida, har iqtisodlarni sarf qilishi mumkin, ammo boshqalarning oldida paloni, sihi, pukuni, manda pul xarjlaydi desin degan niyat bo'lib qolgan vaqtda bu eng xatarli holatga tushib ketgan bo'ladi. Buni quvvat qarshilarining hammasi nolga teng bo'ladi. Deyishi mumkin, shunchalik beishlar, chunki u qilayotgan ishlarini Allohni deb qilmasa, nima deb Allohdan mukofotni kutadi? Ba'zilar ashta savol qo'yadi. Masalan, dinsizlarning qilayotgan yaxshi ishlari bor. Din dushmanlarining qilayotgan yaxshi ishlari bor deyli. Ba'zilar riyo bilan qilayotgan yaxshi ishlari bor. Biz bunga deymizki, buning ajri yo'q deymiz. Esa yaxshi ish tursa, nima deb ajr olmaydi? Hey, sen nima ko'zlab qilgan bo'lsang, ishingni shuni olsa. U shu ishni qilayotgan vaqtda Allohning ajrini ko'zladimi? Ko'zlamadi. Ya o dinsiz kafir masalan, yoki bo'lmasa musulmon bo'lgan taqdirdami riyo qildi deganimiz boshqa niyat qildi. Sen qilgan niyatingga erishding. Boshqaning madhiyasini kutding, madhiyali desini. Boshqaning mol-mulkini kutding, mol-mulkini olding masalan qilgan ishingning badaliga. Sen ko'zlamagan narsaga nima deb erishsa, Allohning rizoligini ko'zlamagansan, unda bo'lgandan Alloh ajr bermaydi sana. Chunki inson ko'zlagan erishidi, ko'zlamagan erishmaydi. Dal ixlos masalasi bu nuqtada Allohida o'zining kuchini ko'rsatdi. Ya'ni biz bir insonni muxlis inson, xolis inson deyishimiz uchun ma insonning qilayotgan ishi yolg'iz bilan boshqaning oldida o'xshash bo'lsa, boshqalar biladigan ishlar bilan boshqalar bilmaydigan ishlarga chiqargan kuchi nima bo'lsa, o'xshash bo'lsa, hayotimizda
nurg'un tarbiyatchi ustozlarimiz va da'vatchilarimiz va ijtimoiy faoliyatlar bilan shug'ullanayotganlar va masalan iqtisodliq yoki nupuzli kishilarningki ishtirga kelsa, ularning bolalarini tarbiyalashga kelsa, qattiq kuchab tarbiyalaydigan, ammo odatdagi insonlarning bolalariga kelsa, uni kuchab tarbiya qilmaydigan. Baylar sorunga chaqasa, masalan, yoki nupuzli kishilar sorunga chaqasa, u yerga ko'rib qattiq da'vat qilgan shaklda kuchab da'vat qilgan bir ko'rinishni shakllantiradigan, ammo odatdagi kishilar dinga ehtiyojli qo'ygan, diniy ta'limotga ehtiyojli qo'ygan, tarbiyaga ehtiyojli qo'ygan odamlar u quruq qoladigan ahvollar bo'ladi. Buning hammasi nima desa, ixlosga munosabatlik ish. Ya'ni sening ishing kishilarning darajasiga qarab o'zgarmasa, kishilar bor va yo'q ahvolga qarab ishingga beriladigan bir kuch chiqaradigan kuching farqli bo'lmasa, yolg'iz va boshqalar bor yerdagi holating ayni o'g'il vaqtida ondan keyin senda ixlos shakllangan bo'ladi. Endi inson hayotda yashaydi, insonning hamma ishlarini biz ibodat dedik. Balkim kallamizga manda bir savollar kelib qolishi mumkin. Inson hayotida qiladigan ishlarning hammasini biz ibodat deb tushundik boya. Ammo insonning kallasiga inson hayotida nurg'un narsalarni ibodat hukmi bilan qilmaydi. Ya'ni odatda normal odat yoki ba'zi bir insonning shaxsiy ehtiyoji, ya'ni ma'naviy, moddiy ehtiyoji. Bu noktadan inson hayotidagi odatdagi ishlarni ibodatga aylantira olamdi desa, dal bizning bugungi temamiz shu. Mesele hakkında ketayotgan tema, ya'ni inson o'zining ixlosi bilan, yaxshi niyati bilan odatdagi ishlarini ibodatga aylantira oladi. Ammo munofiq yoki mu'min bo'lmagan kishi ibodat shaklida ibodat deb qo'yatgan ishlarini uni ajrda elish emas, uning jinoyatini ustiga oladi. Munofiqlar masjidga namoz bilan birga Müslümanlar bilan birga chiqib namoz o'qiydi. Munofiqlar mishqa meni musulmon kendisinde. Riyoxorlar ba'zi ishlarini riyo yuzidan qiladi. Ya mal mulk yuzidan qiladi, u yuzidan bu yuzidan qiladi. Bundan qilayotgan ishi shaklga aytmaydi. Güzel amel ibodat, ammo buning jinoyatini ustiga oladi. Bu din bunda din. Endi odatdagi bir ishlarni sog'lom niyat bilan ixloslan qilganimizda odatdagi qarmoqqa hech savob bo'lgandek emas ishlarmi? Bizga nisbatan ibodat qil. Ya'ni ixlos bilan, yaxshi niyat bilan odatdagi ishlarimizni amal ibodatga aylantira olamiz. Masalan, oilamizni, bola-vaqalarimizni elib bir dala tamoqqa chiqdik. Biz normal chiqib kirsak, normal chiqib kirgan bo'lamiz endi shu. Tamoq yeb kirgan bo'lamiz. Ammo mush orqali bolalarımga uzoq qolibdi hamrohimga. Ma'lum dadaballik mehri kuchaysin. Bolalarımga mush asnoda men tarbiya qilib olay. Chunki dadaballik mehri qanchalik kuchaysa, balaga nisbatan dadaning tarbiyalash roli shunchalik yaxshi bo'ladi. Ayol o'tirdiki mehri muhabbat kuchaysin. Bu orqali oilamiz illiqi to'lsin. Bu orqali kelgusi jamiyatning sohiblari bo'lgan, kelgusi jamiyatning egilari bo'lgan bolalarim güzel terbiyelensin degan shunda bir niyatdan birini qilsa bir inson ashundoq dalut tamoqqa chiqqini bola-vaqalarni elib dengizning yoqasiga chiqqini masalan bolalarini suvga cho'mildirgili bolalarini elib top o'ynaga chiqqandan tortib hammasi ibodatga aylanadi. Bu haqda Sura Tavbaninki 120-oyatida mushunga yaqin mazmun jihati bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo bu yerda niyatninki naqadar muhimligini eskartib da'vatidi. ولا يتؤون موتئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. Kafirning achchiqini keltiradigan, kafirni g'azablantiradigan bir qadam olsa, dushmanga qilgan har bir tegish ularga nisbatan amaliy solih bo'lib yoziladi deydi. Agar maqsading shu ishda dushmanni g'azablantirish bo'lsa, dushmanning zarba urishi bo'lib qolsa, sen amaliyat rosa g'alaba qil, shu qatimliq jon g'alaba qilsin, qilmasin, sening niyating sog'lom bo'lg'achqa hammasi amaliy solih bo'lib yozilaveradi. Shu qilgan ishlaringda ixlosing joyida bo'lsa, niyating joyida sog'lom bo'lsa, ishlaringning hammasi ibodat. Aksi taqdirda agar niyating yomon munofiq bo'lib qolsa, bu ishni qilgani go'zal ishni birini qilyotdi, jihad qilyotdi, masalan, kishilarga ta'lim tarbiya qilayotganda ko'rinishlarda bo'lyotdi,
kishilarga da'vat qilayotgandan keyin agar u munofiq bo'lib yoki ko'nglida boshqa niyatli odam bo'lib qolsa, buning qilgan ishining o'zi sayyiat bo'ladi. Ya'ni jinoyat bo'ladi, gunoh bo'ladi. Niyat intayin muhimlikqa, odat tikishmi ibodatga aylanadi, ibodatmi jinoyatga aylanadi niyatga qarab turib, ixlosga qarab turib. Endi Allah subhanahu va taolaning sura Bayning 5-oyati mujno munosabatlik oyat va ma umiru illa liya'budulloha muxlisin. Bunga o'xshash ma'nodash oyatlar intayin ko'p qarindoshlar. Oyat nima deyotdi? Musulmonlarning umumiy hayot mezoni ibodat deb bo'lib, bu ibodat chuqur muxlisin lahuddin bo'lish kerak. Muxlisin. Yani çoqqum ixloslan bo'lishi kerak. Bayatdan qolgan misollarimizda ikki ish elishib ketdi. Niyat bilan ixlos masalasi. Niyatning doirasi sal kengroq bo'ladi. Niyat hatto ba'zi amal ibodatlarning xarakterini qana qiladi, o'zgartiradi. Hatto yine bomdatdan ilgari qopdiq. Niyatimiz baldiroq turib bir ro'za tutish, suhurlik qilish bo'lib qolsa, shu kunligimizning hammasi ibodatga endi bir niyat bilan masalan ya tahajjud o'qiyman deb qo'yib qolgan bo'lsak, u boshqa niyat bo'ladi. Ya bo'lmasa boshqa bir soat 4 ga birisi bilan deyishib qo'ygan atdiganda bomdoddan ilgari boshqalarning kurishga qo'yib qolmasa boshqa bo'ladi. Demak, niyat bilan ixlos ayrilmas bir tuqqanlar, ya'ni qalbiy amalga oid niyat va ixlos bilan odatdagi ishlarmo ibodatga aylanadi. İbadetler cinayetga aylanadi. Buning insonning hayotiga ko'rsatadigan ta'siri intayin ko'p. Başka Kur'an-ı Kerim'de tekrar şeklindeki bir ayetler var. Sure Taha'nın 123. ayetinde kelgilik. Sure Bakara'nın 38. ayetinde şu şekilde kelgilik ama azrak farqlanadi. "Femen ittaba'a hudaya fela yadillu ve la yashqa." Sure Bakara'daki ayet "Femen ittaba'a hudaya fela khawfun alayhim ve lahum yahzanun." Yani bir adam qalbidan chiqarib, niyatidan chiqarib, ixlos qilib Allohning yo'liga ergashdimi, buningga dunyo oxiratda qat'iy xavfliq yo'q. Dunyo oxiratdagi hech qanday ishdan ansirmasin bo'ladi, o'tkinga qayg'urmasin bo'ldi, kelgusidan qanday qilmasin bo'ldi, ansirmasin bo'ldi. Ya'ni insonning ikki ishi bor dunyoda Alloh talab qilgan. Birisi amaliy ish harakati, yana birisi shu amaliy ish harakatining energiya manbasi bo'lgan ixlos niyat masalasi. O'sha ish sog'lom bo'lsa, hamma ish tugaydi. Bu insonning hayotining har taraflarining hammini o'z ichiga oladi. Hatto pul tepishlari, tijorat qilib, hammadan pul topadi, tijorat qiladi. Topgan pullarini xarjlashlari, ochiqlangan holatlari, xushal holatlari, to'y qilgan, to'ydan ilgari, to'ydan keyin boy holatlari, kambag'al holatlari, safar qilgan, muqim yurtida turayotgan bularning hammasi ixlos bilan, niyat bilan ibodatga aylanadi. Ixlos va niyatga qarab turib jinoyatga aylanadi. Ya'ni ibodat hukmi bu ma'nodagi ibodat hukmi. Bu ma'nodagi ibodat hukmi, ya'ni to'g'ri prinsipga uyg'un bo'lgan va ixlos bilan bo'lgan bu ibodat hukmi insonning butun hayot sohalarining hammasida aylanadi. Hammasida tepiladi. İnson agar mushu bo'yicha chizsa, attigini o'yg'ongan vaqtdan tortib uxlagan vaqtgacha hammasi ibodat. Hattoki uxlagan vaqtini mo ibodat deylaymiz bu haqda. Yani biz gapimizni xulosalasak, biz ibodatni bayatdan kengir uqumda ikkiga bo'lgan bo'ldik. Tashqariy shakli va ichki shakli. Tashqariy shakli ko'rsatgan payg'ambar alayhisolamningki Qur'onning manhajiga uyg'un bo'lgani, prinsipiga uyg'un bo'lgani, ko'rsatgan shakliga uyg'un bo'lgani bu tashqariy shakli bo'ladi. Bu bir shart qabul qilinishning, yana birisi ichki shakli ixlos bilan bo'lgani, yaxshi niyat bilan bo'lgani, bu qalbiy taraf bo'ladi. Endi bu ishlarning aksiga qarab baqsak, biz bugun ixlos haqida so'zlayapmiz ya. Ixlosning aksi dal riyo. Riyo degan qalbdagi bir kasal. Amaliyotda riyoning asli kelib chiqish manbasi insonningki Allohga bo'lgan tunishi, ojizligidan kelib chiqadigan bir ahvol. Asli insonning Allohga bo'lgan tunishi sog'lom bo'lsa, Allohni sog'lom shaklda tunisa, qilayotgan ishlarining har birining Allohning daftariga birdan yozilib turadiganligiga bu inson ishonadi. Yolg'iz yerda qilsin, haq yo'q yerda, haq bayada qilsin,
Haq onu o işe qarta madhilisun, madhilimisun mesela. Bunun Allah'ın nezrinden kaçmaydıganlığı bu cazim işinidir. Qıvatqan işlerini ilan qilishning hojati yo'qligi, ko'kirishning hojati yo'qligi, boshqalarning madhilishining hojati yo'qligi. Bunu biladi çünkü haq Allah subhanahu va taolo haq Allah'ın rizoligini ko'zlagan insonda. Allohga bo'lgan tunishi haqiqiy sog'lom bo'lgan insonda bu xil shakldagi riyo ahvollar bo'lmaydi. Tashqi shaklimi Allohning ko'rsatgan belgilamasiga uyg'un shaklda bo'ladi. Ichki holati Allohga xolis, Allohga ixlos bilan bo'lgan bo'ladi. İnsanning bu nuqtaga kelishga turtqiladigan asosiy sabab birisi Allohning jannatini tamoq qilish, do'zaxdan qo'rqish. Bu ikki nuqta yana insonni shu yerlarga haydab opiradi. Endi ba'zi qarindoshlarimiz deydi, qanday qilsak taqvo o'g'ildi, qanday qilsak ixlos bilan bo'g'ildi. Men bu taqvoligimni yetildiramadim, ixlosimni yetildiramadim deb so'raydi. Endi biz buningga nima deb javob bersak ular? Bir odam bir kasblar ichidan yaxshiroq deb kasb qaralgan doktorlik kasbiga erishish uchun bir kasb bu odatdagi inson qiladigan bir kasb. To'liq o'tir maktablarda yuksak numra olish kerak. Oliy maktabni boshqalar 4 yil o'qisa, 7 yil o'qish kerak. Ondan keyin yana o'rlab unvonlarni olib, masalan, doktorxonalarga tushib, amaliy praktika deb bir muncha vaqtini o'tkazib, oxirida sinovdan to'liq o'tgan vaqtda buningga bu doktor oldi, kasal davolasa, buningga qanday qildi bo'ladi deydigan bir ruxsat beriladi. Demek çoğunun nima? Bir kasbni bir adam o'zida yetildirish uchun bu qadar jarayonni besib o'tadi. Bu qadar jarayonni besib o'tadi. Bu qadar jafoni tortadi. Bu qadar sinoqlardan o'tadi. Ixlos, unda bir adam men ixlos qildimlam deb ixlosga erishib oladigan, shaqqida o men degan qattiq Allohga xolis qildigan odam, mening taqvoligimni mishali deblam ig'izi deb qo'ysa, buldiga ish emas. Men riyo qilsamay deb barishni qilmadim. Ya unda inson chiniqtirish kerak. İnsonni ba'zi intilishlar bo'ladi. Boshqalarning madhiyasini yaxshi ko'radi inson. O'zini chiniqtirish kerak. Ashta ahvol hisli qilinib qolgan taqdirda o'zini amalni qilib, qildigan ishlarini qilib, andan shu ishlarni o'zini neri qilib, yo'q, ko'ngli, masalan, tatib tursimi, meni boshqalar maqsadimdagi mush gapni deymiki deb, yo'q demay, chiniqtirish kerak. Bu orqali necha qatimliq tavlashlardan keyin nurg'un ishlardan keyin andan o ixlosman degan yerga boralaydi. Boradi. İxlos islomning eng yuksak tarafi, buningga anda asayat qilinmaydi. Ba'zan bir xato tushunchasi bor. Riyo qilishimdan qo'rqib ba'zini qilmadim deydi. Bundan qutlanmaydi, chunki insonning hayotida ish qilmay o'lsa hisob emas o inson. Bir ish qilish kerak. Mu'min jannatga qilgan ishi bilan kiradi. Ammo o qilgan ishi ixlos bilan bo'lmasa, ya'ni hisob bo'lmagandan keyin mu'min qanday yetildirdi ixlosning davosi desa, ish qiladi. Ondan keyin buningga har xil vasvasalar keladi, uning madhiyasini sag'inadi, buning madhiyasini sag'inadi, haqiqat ko'rsatgisi keladi, haqiqat degisi keladi, maqtang'isi keladi. Mush ishlarni birdan o'zini zo'lab yo'qotish kerak. Chunki amal ibodat olsun, qalbiy amallar olsun yoki javorih badanda o'zi amaliy qiladigan amal ibodatlar olsun, hammasi avval inson o'zini shuningga zo'lash bilan asta yetildiradigan narsa. Masalan, amaliy desam, bir odam dastlab birinchi qatim oddiy bir yaxshilik ishni qilsa, birisi qalbidan bir suyunish bilan birga boshqaga bildirgisi keladi. Bu xuddi bir riyodek bir xil, ixlos yo'qdek bir xil tuyg'uni hatto o'zigimi beradi. Bundan atlab o'tib ketish uchun qanday qilish kerak? Mush ishni takror qilish kerak. Ya'ni o'zdagi boshqalar mush ishni ko'rib, menga yaxshi baho bersin degan tuyg'uni yo'qotish uchun shu ishni takror qilganida a tuyg'u yo'qoladi. Alloh bunga ixlos beradi. Bu bir. Yana birisi uningdan cho'ngroq ishlarni qilish kerak. Bugun kichik ishdan birini qildim, yaxshi ishdan birini, boshqalar madhiyligidek ishdan birini, ta'rifligidek ta'riflandim. Bunun o'tib cho'ngroq ishni qilsam, ma ishda boshqalarning madhiyasini, ta'riflashini arzu qilmaydigan bir holat kelaman. Demak, inson o'zining qilayotgan amallarida ixlosni o'zida yetildirish uchun
riyodan qutulish uchun uzluksiz ish qilish kerak. Amallarni ko'paytirish kerak. Butun kuchini ishlatib turib ish qilib, oxirida oyatdiki Alloh subhanahu va taolo buyurgan a'budalloha muxlisa. Birisi ibodatni tashlab qo'ymaslik, yana birisi ixlosni tashlab qo'ymaslik. Mushu nishonga yetalaydi. Esonli bo'lsin. Ba'zi yilda riyo qilib solinadiganma degandan qo'rqib, o'zgacha o'zini bunda taqvo shaklda ifodalaydigan qarindoshlarimiz bor. Uningdan qo'rqib ishni tashlash, amal ibodatni tashlash, masalan, qilish tegishlik majburiyatini tashlash, bu yashash bizdagi yashash prinsipiga qat'iy uyg'unmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning dedi, qo'l Payg'ambar alayhisolamga alohida da degan gap shu qildim billi o'z ichiga oladi. Biz dastlabda suhbatni boshlashdan dedik ya, inni umirtu, men Alloh tomonidan buyurildim. Nimaga? An a'budalloha, ma hayotda ibodat bilan yashashga. Yani mecburiyet var üstümüzde. Biz ibadet xarakterli işini qilishga mecbur biz. Qachon biz bana yoki bu bana bilan ishni tashlab qo'ygandan keyin birinchi mecburiyetni qilmagan bo'lamiz. Uni qilamiz va Alloh subhanahu va taolodan tilaymiz, o'zimiz tirishimiz, ixlosni billi tildiramiz. Tamam, birinchi qatim bir ishni qilding. Tunji qatimliq amgiking o'g'achqa içinden suyunib, şatlanıp, başkalığı dügün, körüsetgün kelishi mümkün. Bu biraz sana nisbeten xuddi ixlos yo'qdan kelishi mümkün. Ama tekrar qilaver. Bu orqali o'zingda ixlosni yetildi. Boshqalarning har qanday bahosga parvo qilmaydigan, boshqalarning bahosini umid qilmaydigan bir yerga akal o'zingni, ya'ni ixlosni o'zingdan, ixlosni o'zingga qazınışga, ixlosni qo'lga keltirishga tirish, riyoni o'zingdan haydashga tirish. Bu bizning majburiyatimiz. Agar biz qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloning oldiga sog'lom shaklda boramiz deydiganmiz, bu oyatni o'ylashimiz kerak. Umirtu, men buyurildim degan gapni Alloh bizni buyurdi. An a'budalloha, hayotda Allohga ibodat qilib, ibodat shaklida ishlarni qilib yashashga buyurildi. Va uning orqasida muxlisin lahuddinki bu ibodatlarimizning hammasi bu holatni o'z ichiga olishi kerak. Ammo halaqadek bir bahanalar var. Qur'onni unutib qolishdan ansirab, Qur'onni unutib qolsam gunoh bo'ldi ekan deb yodlamayman deydigan. Bu bir sapsata, bu quruq sapsata. Men ma'ishda ixlos qilmasligimdan ansirab, riyo qilishimdan ansirab, ma'ishni qilmadim deydi. Bu bir sapsata. Qilishing kerak va ixlos qilishing kerak. Agar qalbingga har xil vasvasa kelib qolsa, sen uni haydashga, o'zingni ixlosni yetiltirishga tirishishing kerak. Bu bizning o'zimizga tushgan majburiyat. Chunki oyatda buyurildim degan iborat va bu bizga tushgan buyruq. Ish qilsa va ixlos qilsa. Agar ixlosing bo'lmay qolib qolsa, yetiltirsa, qalbingda u bu riyo kelib qolgan bo'lsa, uni qo'g'laysa, shaytonni qalbingdan qo'g'laysa, bu orqali yetiltirsa. Chunki bu ahvollarning hammasi nima desa, nereden kelib chiqadi desa, Alloh subhanahu va taoloning buyukligi va azmatiga bo'lgan tunishdan kelib chiqadi. Bizdagi eng bir musibatdan birisi bor. Çoğumuzdan kichigimizgacha dinni tunlaymiz, dinning ishlarini bilamiz, dinni tushunamiz, ammo dinni bizga avatgan, bizni shu ishlarga buyurgan zotning kimligini bilmaydigan ahvollar bor. Kichik chaqamizda ota-onamiz o'rgatadi, u halol, bu harom masalan. Zakat anda, haj manda, namaz manda, ro'za manda, namoz o'rgangan bo'ldik, zakat o'rgangan bo'ldik, haj o'rgangan bo'ldik, halol, haromlarni o'rgangan bo'ldik. Ammo bizga eng oz tushuntirilgan narsa nima desa, ma namozga buyurgani kim u? Ma zakatga buyurgani kim u? U qanday zot? Uning asmo sifatlari nima? Bu haqda ta'limotlar oz berilgan. Biz buningga vaqtimizni oz sarf qilgan. Bu nuqtadan bizda amalga olgan haqiqiy ichki vujudimizdan chiqqan turtki oz. Qilgan amallarimizga ancha-muncha riyo aralashib oladi, boshqa maqsadlar aralashib oladi. Agar biz Alloh subhanahu va taoloning qilayotgan ishlarimizning buyurg'uchisiningki xarakterini bilgunimizda, azamatini bilgunimizda va bizni saqlab turgan mukofotning yoki aks taqdirda jazoning buyukligini, kattaligini bilgunimizda bizdan inshaalloh riyolar va boshqa niyatlar yo'qolib ketadi. Ixlos inshaalloh bizga hamroh bo'ladi inshaalloh. Amaliyotda ixlos oddiy qo'lga kelgan narsa emas. Bayatni misol oldim. Bir doktorlik kasbini shakllantirish uchun necha 10 yillab
necha qitimliq tajribadan o'tgandek, bu insonning iymoni tovlangan vaqtida, qilayotgan ishlari tovlanib, necha qitim tajribadan o'tgan vaqtda ondan keyin bo'ladigan ahvol. Amaliyotda ixlos cho'ng tirishchilikka ehtiyojliq. Bu degan ixlos amaliyotda aqliy harakat bilan jismiy harakatning, ruhiy va psixik harakatlarning, ijtimoiy harakatning hammaning hosili. Atrofimizdagi insonlarni tushunganimizda, Robbimizni tushunganimizda, bizga kimning foyda, kimning ziyon aklaydiganligini tushunganimizda, biz hech qanday bir riyo qiladigan, ixlossiz amal qiladigan ish bizda asla qolmaydi. Chunki biz bilamizki, atrofimizdagi bütün insonlar birlashib bizga bir tiyinlik foydani yetkazolmaydi Allohning iznisiz va bir tiyinlik ziyonni sololmaydi Allohning iznisiz. Hech qanday ishimizda atrofdagilarni o'ylash hojati yo'q. Faqat va faqat Allohni ko'zlasang, atrofdagilarni yo'q deb hisoblasang bo'lardi. Bu nuqta bayonlaganimizdek aqliy harakat, jismiy harakat, ruhiy, psixik harakatlarning va ijtimoiy harakatlarning faoliyatlarning umumisidan elinadigan bir xulosalar oxirisida. Endi mashta ixlos bilan amal qilgan odamning dunyoda erishadigan mukofot nima desa, dunyodan bu odam jannatni ko'radi, oxiratda jannatni ko'radi. Bu qanday ekan? Sura Ar-Rahmonda 46-oyatda "Va liman khafa maqama rabbih jannatan." Robbidan haqiqiy ravishda qo'rqqan odamga ikki jannat bor dedi. Bir qism ulamolar mush ikki jannatning birisini dunyodagi jannat, yana birisini oxiratdagi jannat deydi. Dunyodagi jannat degan nima desa, qalbingning denizdek bir xil kengri, ozoda, rahat tuyg'u bilan, psixik jihatdagi kengrichilik bilan masalan, ruhiy jihatga siqilish yo'q bir holat yashaganning o'zi jannatda yashagan. Manda bir gap bor. Haqiqiy Allohga nisbatan tunug'an inson, Allohning dunyodagi jannatiga erishgan insonlar hayotga shunda qaraydi-ki, agar meni haydavasa yurtimdan sayohat menga, agar meni sulab qo'ysa, bu menga nisbatan bir xilvat. Alloh bilan yolg'iz qilish furstim bu. Agar meni o'ltasa, shahidlik. O'ylab boqinglar, bu xil tuyg'u bilan dunyoda bizni kimlar nima qiladi? Bizni azoblig'idek, qiynig'idek nima ish qiladi bu holatda? Qo'g'lisin, bizga nisbatan sayohat. Hammasi Allohning zamini. Sulusun, Alloh bilan xilvat bo'lish fursatimizni ko'paytgan bo'ladi. O'ltasin, shehidlik bergan bo'ladi. Buning hammasi bizga nisbatan rohatlik tuyg'u. Buning o'zi dunyodagi jannat ifodasi mana bu. Ya'ni biz ilgirgi darslarimizda takror dedik. Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi İbn Majah, İmam Ahmed Darimi rahimahumullah Savban radıyallahu anhu'dan rivayet kılan bir hadiste "İstaqimu ve len tuhsu" dedi. Sizler doğru yoldamanlar, tüzük iş kılanlar, iş kılsanlar, durus adam bulanlar ve len tuhsu. Sizler erişidiğen o saadet, o bəxet, o muqimlik, o kişilik bo'lgan shaxsiyat, o xotirjamlik, o rozimanlik, o tavhid, o saadet, güzel bir aile, salih farzand, muvaffaqiyatli bir xizmat, yaxshi xulum qo'shna, yaxshi savoqdosh, yaxshi hamroh digil tusoq gapchiq va bu jihatlardagi Allohning bergan ne'matlarini hargizmi qana qilolmaysizlar, sanab qilolmaysizlar. Endi oxirida qarindoshlarimizga alohida eskartib qo'ydigan bir tarafi biz takror dedik, musulmonning, mu'minning nijoti uchun ishga ish ketadi. Ish, yaxshi ish va ixlos. Ishlar ixlos olmasa bu yetmaydi. Ixloslab ish olmasa buning yetmaydi. Xuddi uydagi gaz o'choq bilan gaz to'ng'iga o'xshaydi bu. O'choq ulab to'ng olmasa, ya'ni o'xshash maqsad hosil olmaydi. To'ng'ilab o'choq olmasa, yana maqsad hosil olmaganga o'xshash. Bizning qilayotgan ishlarimiz ixlos olmasa, yana bo'lmaydi. Ixlos olib ishimiz olmasa, yana bo'lmaydi. Bizning nijotligimiz uchun ikkinchisi eng muhim bo'lgan omillarningki birisi. Endi inson haqiqiy ixlos qilgan vaqtida, ixlos insonni haqiqiy shakllangan vaqtida insonda muroqaba deydigan bir xislat yetiladi. Muroqaba deganimiz arabchada
her daim Allah'ını üzülen degan bir tuyg'u. Bu xil bir ishonch. Bu en yüksek tarafi bu. İmandaki en yüksek tarafi. Cibrail Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ihsan to'g'riliq so'radi. Ihsan degan şu. Arapçadaki ihsan şu imanның en yüksek tarafı bo'ladi. Bu haqda so'rgan vaqtda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nima deb javob bergan? En ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Yani sen ko'rmasanmi, Allah seni ko'rib turib degan bir iman haqiqiy bo'lg'achqa senda, xuddi sen Alloh bilan turayotgandek bir holatda yashash, bir holat, bir tuyg'u dudush imanning en yüksek tarafı Arapçası ihsan. Çünkü sen şu vaqtida yolg'izdimi, Alloh qishindimi? Başkalar bilan birga bo'lgan vaqtimdimi, Alloh meni ko'zitib turdi. Öydeki vaqtimdimi shu, safardagi vaqtimdimi shu. Bana buncha kasal keldi, Allah bunu bildi. Bu bir qanoat, ajoyib bir xil huzur, qalb huzuri. Men sog'lom, Allah shuni bilib berdi. Turmushimiz xotirjam, Allah bunu bildi. Beşimizga büyük bala falaketler geldi. Yurtumuzdan çıkarıldı, qo'g'lab chiqarildi. Allah bunu bildi. Mana bu tuyg'u şu vaqtida İhlas yüksek dereceye yetken vakitte onundan halkagan bir derece oldu. Bu derece yani mümin etadigan en yukarı derece. Sure Hadid'nin ki 4. ayette huve ma'akum eynema kuntum. Mümin etadigan en yüksek derece. Yani bunun yetiş için avval bizden ne buluş? İhlas oluş gerek. Yani Sure Enfal'ın ki 19. ayette bu ve ennallaha ma'al mu'minin. Hakiki yüksek derecedeki iman terbiye etkenlerden Allah her daim nimo bildi oldu. Allah subhanahu ve taala hemmelenge ihlasını ata kılsın. İhlasla birge salih emellerini, yaxşı işlerini kılalaydıgan cüret ve şerait ata kılsın, bizni yaxşılığa muvaffak kılsın. İmanın en yüksek terbiye hemmellerini yetkizsin. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.